Marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangni ne ma'nosi bor? Dasturxoningda yo'qsullarga yering yo'q bo'lsa, bir oy och qolishlikning ne ma'nosi bor? Tarozing tortishda xiyonat qilsa, tiling zahar kabi qalb ranjitsa, qo'ling pora berib pora oladigan bo'lsa, o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, nomusdan xabarsiz egri yurganlar, haqsizdan pul olib o'zicha haqli bo'lganlar. Bu haj ziyoratining ne ma'nosi bor? Harom pullari bilan saroy qurganlar, yetimlar haqqini bo'lib yeganlar, iftiro otib birini badbaxt qilganlar. O'lgandan so'ng Yasin o'qish ne ma'nosi bor? Namoz ham, roza ham osondir, birodar. Vijdonli bo'lish mushkuldir, birodar. Asl inson bo'lish kerakdir, birodar. Amalsiz Qur'onni ne ma'nosi bor?